Rahmatulloh aka, juda ko'p ustozlar bizdan so'rashadi. Ayni paytda qanaqa parametrda notebook sotib olsak bo'ladi? Uni bozordagi ishlatilgan va yangi holatlari narxi necha pul bo'lyapti? Bo'ldi. Bitta variantimiz bor. Xo'p, Lenovo'ga oid protsessori Celeron protsessor N4500 modeli bo'ladi. Xo'p, hozirgi kunda eng ko'p sotilayotgan variantimiz o'qituvchilar uchun shu variantimiz hisoblanadi. Operativ pamyat 8, xotirasi 256 ta SSD bo'ladi. Buni 4 256 talisi ham bor, lekin uni tavsiya qilmaymiz. Operatikasini 8 lik olishni tavsiya qilamiz. Bu variantimiz hozir do'konimizda va atrof muhitda ham $240 atrofida xarid qilishsa bo'ladi. Yangisini 1 yil kafolat bilan. Endi ishlatilgan variantlari ham bo'ladi. Uni $120 dan $170 gacha holatiga qarab, ishlatilgan muddatiga qarab turib xarid qilishsa bo'ladi. Agar sizlar do'konlaringga ustozlar kelib, yangi notebook xarid qilsa nima bonus berasizlar? Xo'p, agar o'qituvchi bo'lsa, o'qituvchilar bolalarga bilim berishadi. Shuni hisobidan bitta meto bespravno mishga beramiz, qo'shimcha yoniga kovrik beramiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta ustozlarga yuborib qo'yishni unutmanglar.